O'tgan mavzuni testdan ishlab tushuntiraman. Taqiqlovchi belgilarda. Bundan oldingi mavzu bo'yicha savollar bormi? Ko'rinyaptimi? Ekran yaxshi ko'rinyaptimi? Xo'p, demak, qaysi yo'nalishlarda harakatlanish ruxsat etiladi deyilyapti. Birinchi savolda bu yerda taqiqlovchi belgi bor. Qanaqa belgi? Kirish taqiqlanadigan belgi. Kirish mumkin emas degan. Qayerda kirish mumkin emas? Belgi o'rnatilgan joydan kuchga kiryapti. Mana shu uydan keyin kirish mumkin emas. Lekin bu yerda yana bitta narsani hisobga olish kerak. Agar yo'naltirgichlar bilan ko'rsatyapti-ki, oq chiziq bilan. Ana shu oq chiziq bilan chizilgan yo'nalishlar so'rayapti bizlardan. Qayerga mumkin deyapti. Demak, faqat hozir chapga mumkin, to'g'riga bu kira olmaydi. Faqat yo'nalishli transport vositalariga mumkin, qachonki yo'nalishi shu tomonda bo'lsa. Demak, hozir bunga yo'q, yashash joyiga emas. Faqat qayerga mumkin? Chapga mumkin. Keyingisi, bunday avtopoyezdning ko'prikdan o'tishiga ruxsat etiladimi deyilyapti. Umumiy og'irlik nima bo'lyapti? Cheklab qo'yadi. 5 tonna deyapti. Hali avtopoyezdning o'zi 5 tonna, tirkamasi 4 tonna. Umumiy qancha bo'lyapti? 9 tonna bo'lyapti. Endi uni o'talmaydimi? Yo'q, mumkin emas, taqiqlanadi. Chunki mana shu ko'prik 5 tonnadan ortiq ko'tarilmaydi. Taqiqlanadi. Keyingisida ushbu yo'l belgi bilan ushbu yo'l belgisi nimani bildiradi deyiladi. Ya'ni bu yo'l belgisi nimani bildiradi? Bu belgi internetdan zo'r ishlayapti. Ya'ni bu yerda vaznni ko'rsatilyaptimi? Ya'ni vazn qancha deyapti? Umumiy vazn 7 tonna deyapti. Ya'ni haqiqiy vazni yo'lovchi yuk qo'shgan holda belgidan ko'rsatilgan ortiq bo'lgan transport vositalarini, shuningdek transport vosita tarkibidagi harakatlanish taqiqlaydi. Bu degani prinsipi bilan voya bo'ldi-ku, shunaqa yozilgan, to'g'rimi? 5 tonna yozilgan edi. Xuddi shuni so'rayapti bu yerda. Transport vositasining o'zi tarkibi. Hozir tirkama ham buni nimasiga kiryapti? Tarkibiga kiryapti. Bu belgi bilan belgilanganda qaysi avtomobilda harakatlanishiga ruxsat etiladi? Mana o'qqa tushadigan og'irlik nima bo'lyapti? 5 tonna. Ya'ni o'qqa tushadigan og'irlik 5 tonnadan ortiq mumkin emas deyapti. Endi variantlarga qaraymiz. Haqiqiy vazni 12 tonna bo'lgan 2 o'qli yuk avtomobiliga, haqiqiy vazni 3 tonna bo'lgan 3 o'qli yuk avtomobiliga qaysiga ruxsat etiladi shunda? 3 o'qlini 12 tonnaga qanday taqsimlaymiz? 12 tonna bo'lsa. 3dan birini oldingi o'qqa, qolgan 2 qismini orqa o'qlarga taqsimlab olamiz. 12 tonnalik, lekin 2 o'qli. Uni qanday taqsimlaymiz? Oldingiga 3 tonna. 3dan biri oldingi o'qqa 4 tonna, qolgan 2 qismi orqa o'qqa. Shunda orqa o'qqa qancha tushyapti? 8 tonna tushyapti. O'tolmaydimi u? Yo'q, o'tolmaydi. Ko'ryapsizmi, ikkalasi ham bir xil, lekin bittasida ikkita o'q bo'lgani uchun, ya'ni o'q balonlar turadigan joyi bor-ku, ana shu joylar o'q hisoblanadi. Yengil avtomobilda doim teng 2 ga bo'linadi. Agar tirkamasi bo'lsa, tirkama hisoblanadi. Xo'p, agar avtomobil balandligi yuki bilan yoki yuksiz belgida ko'rsatilgandan ortiq bo'lsa, haydovchi nima qilish kerak? Ya'ni balandlik nima bo'lgan? Shu yerda cheklanyapti. Ya'ni qancha bo'lyapti? 3,5 metr. Endi hozir bizlar nima qilishimiz kerak? Boshqa yo'lda aylanib ketamiz. Siz mana avtoxo'jalik rahbaridan ruxsat olsangiz ham foydasi yo'q. O'ziga yangi ko'prik qilib qurib bermaydi-ku. Boshqa yo'l bilan nima qilasiz? Aylanib o'tish kerak. Qaysi belgi gabarit uzunligi belgida ko'rsatilgandan uzunroq bo'lgan transport vositalarini harakatlanishini taqiqlaydi? Ikkinchisimi? Ikkinchisi gabarit uzunligi. Uchinchisi oraliq masofa. To'rtinchisi yo'lning kenglik cheklangan. Bunisida balandlik cheklangan. Mana ikki chetida stilkachasi bor, ko'ryapsizmi? Tepasida, yonida. Tepasida bo'lsa pasti bilan balandlik, ikki yonida bo'lsa kenglik. Gabarit shunda ikkinchisi bu yo'lning tor joylarida qo'yiladi. Shu manevr qilish qiyin bo'lsa, shu belgini qo'yib qo'yadi. Qaysi belgi transport vositalari belgida ko'rsatilgandan kam oraliqda masofada harakatlanishini taqiqlaydi?
Qaysi biri kam oraliq masofada harakatlanishni taqiqlaydi? Uchinchisimi yo? Uchinchisi emas, bu yerda A, B, C, D variantlar bor. Qaysi biri oraliq masofanikiga qaysi tegishli? C'simi? Demak, C'si oraliq masofani nima qilyapti? Cheklab beryapti. Biz oraliq masofa 70 metr bo'lsin deb. Qaysi belgi to'xtamasdan o'tishni taqiqlaydi? To'xtamasdan o'tishni taqiqlaydimi to'rtinchisi? Hop, uchinchisi nima taqiqlaydi? Harakatlanish taqiqlanadi. Yashash hududida borsam bo'ladimi? Bo'ladi. Ishlasamchi? Bo'ladi. Ishlasam ham bo'ladi. Bojxonada to'xtamasdan o'tish taqiqlanadi. Ha, qanday transport? Qaysi javobda ruxsat etilgan harakat yo'nalishlari to'g'ri ko'rsatilgan? Ha, mana bu belgi. Eslaringizda bo'lsa aytgandimmi? Ajratuvchi mintaqada ta'sir tugaydi. Ya'ni shu yerga ta'sir qilyapti. Bu faqat o'ngga mumkin emas, lekin chapga mumkin, to'g'riga mumkin. Hozir o'ngga S yo'nalishga mumkin emas. To'g'riga mumkinmi? Mumkin. Bga ham mumkin. Nima uchun? Mana bu ana o'ng tomondagi uy bor-ku, qishli uy. Shundan keyin ta'sir nima bo'lyapti? Yo'qolyapti. Demak, Bga ham mumkin, Aga ham mumkin, Sga mumkin emas lekin. Hozir qarilib olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Chapga ketsa-chi? Bo'ladi. Lekin bizlardan uni so'ramayapti. O'zi aytayapti, yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilganiga deyapti. Demak, A bilan Bga mumkin. Keyingisida qaysi yo'nalishlarda harakatlanish taqiqlangan? Demak, hozir mana bu o'ngga kirish mumkin emas yo'l belgisi qaysi turibdi? Birinchi yo'lga mumkin, ikkinchi yo'lga mumkin emas, taqiqlanadi. Shu yerdan hozir qayrilib olsa bo'ladimi? Ha, aylanani ichi bilan aylanib kelib, keyin qo'shilib ketish kerak. Mana bu yo'lga aylanani ichidan aylanib keladi, keyin mana bu tomonga qo'shiladi. Demak, o'ngga ikkinchi yo'lga taqiqlanyaptimi? Unga ikkinchi yo'lga harakatlanish taqiqlangan. Yo'naltirgichlar bilan belgilangan yo'nalishlarning qaysi birida harakatlanish ruxsat etiladi? Nima endi chapga taqiqlayapti? Chapga taqiqlagandan keyin faqat chapga mumkin emas. Xo'p, ajratuvchi mintaqadan keyin nima bo'lyapti? Belgining ta'siri yo'qolyapti. Aga mumkin emas, qayrilib Aga mumkin emas. Bga mumkin emas, Aga mumkin, qayrilib olish mumkin, Sga ham mumkin. To'g'rigachi? O'nggacha? Mumkin. Faqat chapga mumkin emas. Chapga bu birinchi yo'lga ta'sir qilyapti. Mana shu yo'lga, mana shu kesmaga ta'sir qilyapti. Mana shu kesmaga ta'sir qilyapti. Keyingisiga ta'sir qilmaydi. Tushunarli? Qayerlarga mumkin ekan shunda? A bilan S ga. Harakatlanish mumkin bo'lgan yo'nalishlar qaysi rasmda ko'rsatilgan? Ya'ni mumkin bo'lgani qaysi rasmda ko'rsatilgan deyilyapti. Qaysida ko'rsatilgan? Xo'p, nima uchun o'ng tarafdagisida? Ha, bu yerda mana qayrilib olish taqiqlanadi belgisi bor. Bu qayrilib olyapti. Mumkin emas. Bu ham qayrilib olyapti. Mumkin emas. Lekin bu qayrilib olmayapti. Bu faqat qayrilib olishni taqiqlaydi. To'g'riga unga ruxsat beradi. Aytishingiz mumkin. Mana bunga ketyapti-ku. Bunda ham to'g'riga chapga, o'ngga chapga ketyapti-ku. Yo'q, bunda qayrilib olish ham qo'shilganligi uchun bu ikkalasi mumkin emas. Belgining ta'siri qayerda yo'qoladi? Yo'q. Keyingi chorrahada. Boyagi o'ngga chapdaniki ajratuvchi mintaqada yo'qoladi. Faqat mana shuni esdan chiqarmaysiz. Buniki keyingi chorrahada yo'qoladi. Shu vaqtinchalik belgilanishi mumkin. Ha, vaqtincha ham qo'yish mumkin. Yo'llar tirband bo'lsa agar, ta'mirlaydigan bo'lsa vaqtinchalik ham qo'yish mumkin. Shunday ta'sir chorrahagacha? Da, shunday farq yo'q. Demak, qaysi yo'nalishda ko'rsatilgan ekan? Undagi rasmda. Ushbu belgi qaysi transport vositalarini quvib o'tish taqiqlaydi? Kimni quvib o'tish taqiqlaydi? Hammasini. Bu yerda ana yengil rasmini ko'rib turib, bu faqat yengilga ekan deb o'ylamaysizlar. Hammasini quvib o'tish taqiqlaydi, lekin 40 dan sekin yuradigan
yakka transport vositasidan tashqari. Ana shu belgi bo'lsa ham, misol uchun 40 dan sekin yuradigan bitta eshak arabamidi yoki mopedmi ketyapti. Skuterchilar bor, biz ko'payib qolgan, sekin yuradiganlar. Shu ketyapti. Siz uni qo'l bo'lsangiz bo'ladi, 40 dan sekin yuradigan bo'lsa. Bitta bo'lsa. Bitta bo'lishi kerak. Shuning uchun ana traktorlar ham prinsip ortib yuk ortib ketadigan bo'ladi, orada joy tashlab ketadi. Qo'yib o'tishiga qayta tiziladigan joy tashlab ketish kerak. 2 metrdan uzun bo'lganlar ham hammasi soatiga 40 dan kam tezlikda harakatlanayotgan yakka transport vositasidan tashqari. Bu belgi bilan bu yo'l belgisi nimani bildiradi? Mana endi bu yukning rasmi bor, ha? Bu to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarga tegishli. Faqat yukka tegishli. Unda ham 3,5 tonnadan ortig'iga. 3,5 tonnadan ortiq yuk avtomobillarning harakatlanishini taqiqlayapti. Ular ham qo'yib o'tsa bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Yo'q, ular ham qo'yib o'tsa bo'ladi. Yuk avtomobillar. Qachon? Qachonki mana bu yerda aytilyapti. Yuk avtomobillarni qo'yib o'tish taqiqlashini bildiradi. Lekin soatiga 40 dan kam yuradigan yakka transport vositalari bundan mustasno. Bu ham boyagidek. Ana 40 dan sekin yuradigan bo'lsa, bitta bo'lsa, qo'yib o'tsa bo'ladi, yuk ham. Lekin avtobus qo'yib o'tish qoidalariga rioya qilib mumkin. Mototsiklga ham mumkin. Yengil ham qo'yib o'tish qoidalariga rioya qiladi, bemalol qo'yib o'taveradi. Tushunarli? Kimda savol bor mana shu belgi bo'yicha? Avtomobil harakatining barcha ruxsat etilgan yo'nalishlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Xo'p, ana bu ko'pchilik bundan qaraydi, belgiga ham qaramaydi bir xil. Buni qarayda belgilab yuboradi. Taqiqlangan deb yuboradi, to'g'riga taqiqlangan deb. To'g'rimi? Shunaqa qilgansizlar? Bu yerda o'zi aslida velosiped rasmi turibdi. Bunga umuman qizig'i yo'q. Bu velosiped emas-ku. Hozir avtobus kelsa ham bora oladi, shu tomonga yuk ham kelsa ham bora oladi. Traktor kelsa ham bora oladi, faqat velosipedlar bora olmaydi. Mumkin emas velosipedlarga. Demak, barcha yo'nalishlarga mumkinmikan? Barcha yo'nalishlarga ruxsat etilgan. Bu yo'l belgisi. Bu yo'l belgisi qanaqa yo'l belgisi? Traktor o'zi yurar moslamalarga tegishli. Ya'ni traktorga ham tegishli, o'zi yurar moslamalarga ham tegishli. O'zi yurar moslamalar nima edi? Buldozer desak bo'ladi yoki Samsunglar o'zi yurar moslamalar. Traktor va o'zi yurar mashinalar harakatlanishini taqiqlaydi. Agar yo'lda bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, avtomobilni shatakka olishga ruxsat etiladimi? Internetda ham tez ishlayapti. Nima uchun taqiqlanadi? Tirkamalilar taqiqlanadi. Bu yerda shatakka olib kirish ham mumkin emas. Lekin yengil avtomobil tirkamasi bilan ruxsat beriladi. Bu yerda mototsikllar, masalan, kajaval mototsikllar ham shatakka olib kirmaydi, tirkamali avtomobillar ham kirmaydi, traktor ham masalan prinsip bilan kira olmaydi, lekin prinsipsiz kirsa bo'ladi. Taqiqlanadimi? Taqiqlanadi. Bu belgi yuk avtomobillarini qaysi biriga harakatlanishiga davom ettirishiga ruxsat etiladi. Kimga ruxsat etiladi? Yukxonasida odam tashiydigan va bortida oq qiya chizilganlarga ruxsat etiladi. Bortida oq qiya chiziladiganlar bular boyagi musor tashiydiganlar. Demak, yukxonasida odam bo'lgan, maxsus moslashtirilgan yuk avtomobiliga ruxsat etiladi. Nima uchun desa, chunki u nima qilmaydi? Faqat odam tashiyapti, og'ir yuk ortmaydi u. Odamlar chiqsa 2 tonna chiqar, 3 tonna chiqar, lekin 5 tonna, 6 tonna, 10 tonna yuk ortmaydi. Shu anaqalar remont qilib yuradi-ku, Wi-Fi, telefonlar tozalab yuradigani bo'ladi. Shular. Xo'sh, ushbu belgilar quyidagi sanab o'tilgan yuk avtomobillarining qaysi harakatini davom ettirishiga taqiqlamaydi. Hozirgi belgi qaysini taqiqlamaydi deyapti. Bortida qiya oq chizilgan yuk avtomobil. Bortida qiya oq chizilgan bu boyagi toza hudud deb yozib oladi-ku, musor tashiydiganlar bu, chiqindi, maxsus transport. Shular, ana shular. Bu belgi qaysi yuk avtomobillar harakatini davom ettirishi mumkin. Endi 8 tonna yozildi. Kim davom ettirsa bo'ladi?
ruxsat etilgan to'la vazni 8 tonna. Ruxsat etilgan to'la vazni 8 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobilimi? Ana 8 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan bo'sh yuk avtomobilmi? 8 tonnagacha yuk ortgan yuk avtomobil. Ruxsat etilgan to'la vazni. Ruxsat etilgan to'la vazni 3-chisimi? 8 tonnadan ortiq bo'lmagan, ha, qarang, men bu yerda aytayapman. 8 tonnadan ortiq bo'lmaganda. Kim tushunmadi mana shuni? Ya'ni ruxsat etilgan to'la vazni 8 tonnadan ortiq bo'lmagan deb chalg'ityapti. Mana bu ikkitasida 8 tonnagacha yuk ko'taradi, deyapti. O'zi uni qancha? U 8 tonna yuk ko'taradi. Og'ir bo'lib ketadimi? Xo'p, bunisi 8 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan bo'sh yuk avtomobil. Ya'ni mana bu ikkita variant bir-biriga o'xshash. Deyari bir xil. Bu ham shu 8 tonna ko'taradi, lekin bo'sh deyapti. Ko'rsatilgan yo'l belgining qaysi transportda harakatlanishni taqiqlaydi? Zo'rab internetdan borib. Qanaqa belgi bu? Barcha mexanik transportda harakatlanishni taqiqlaydi. Demak, barcha mexanik transportlar harakatlanishni taqiqlaydi. Yashash hududimga borsam bo'ladimi? Bo'ladi. Yanachi kimlar bo'lsa bo'ladi yana? Yanachi nogironlik taniqli belgisi o'rnatilgan nogiron haydovchiga, yo'nalish transport vositalariga mopedga ruxsat beriladimi shu belgida? Ha. Mopedga ruxsat beriladi mana shu belgida. Moped mumkinmi harakatlanish? Beriladi. Mexanik bo'lgandan keyin moped mexanik emas-ku, transport vositasi. Velosipedgachi? Velosipedga ruxsat, u ham transport vositasi-ku. Ot aravagachi? Ot aravaga ruxsat beriladimi? Yaxshi, mana shunaqa savollar yo'q. Bu yerda avtomobilni to'xtashiga ruxsat berilganmi? Qarang. Xo'p, nima uchun? Xo'p, ruxsat berilgan ekan, nima uchun? Xo'p. Ha. To'xtab turish mumkin emas joyda, to'xtash mumkin. Bu belgi qanaqa belgi? To'xtab turish mumkin emas, lekin to'xtasangiz bo'ladi. Ana odam olib, tushirib ketsangiz bo'ladi. Yuk ortib tushirsangiz bo'ladi. Ha, demak ruxsat beriladi, ha? Ruxsat beriladi. Keyin yana bitta narsa. Agar haqiqatan ham yuk ortib tushirish bo'ladigan bo'lsa, 10 daqiqadan ham ortib ketsa ham ruxsat beriladi. Qani 10 daqiqagacha emas. Deylik, bir fura siz yuk tushiryapsiz. Karobka tushiryapsiz. 10 daqiqada tushira olmasangiz kerak baribir. Qaysi transportda ushbu belgini amal qilishi tatbiq etilmaydi? Ya'ni to'xtab turish mumkin emas belgisi kimlarga amal qilmaydi deyapti. Kimlarga amal qilmaydi? Taksometr ishlab turgan taksi, nogironlik taniqli belgisi o'rnatilgan nogiron haydovchisi bo'lsa, nima qilmaydi? Ta'sir qilmaydi. Nima uchun? Taksometr ishlab turganda u boya mijozni kutib turibdi. Chaqirib qo'yasizlar-ku taksini, sizlar chiqqaningizcha 10-etajdan tushyapsizmi, 5-etajdan tushyapsizmi kutib turadi. Nogironlik taniqli belgisi o'rnatilgan bo'lsa, mana bu. Mana bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, nima qilib turadi? Ularga ham ruxsat beriladi. Ha. Ikkinchi, uchinchisi bosmabman. Mana bu 5-inchisi, ikkinchisi va 3-inchisiga. Ko'rsatilgan yo'l belgilarining qaysi biri taqiqlovchi belgilarni ilgari kiritilgan cheklovlarni bekor qiladi? Hammasi deb turib belgilaganlar bormi shuni? Boshda shunaqa qilgansizlar, ha? Keyin tushunib yetdilaringizmi nima uchun hammasi emasligini? Nima uchun? Yo'q, hammasini emas. Nechtasini bekor qila oladi? Aytingizchi, kim aytadi shu 9 tani? Yo'q, buyuruvchi emas. Kim aytib beradi shu 9 tani? Kim aytib beradi shuni? Yoddan aytib beradigan bormi? Hech kim aytib bera olmaymi? 9 tani bekor qiladi. Shu 9 ta qaysi? Ha? Yoshlikda shuni maslahatlashmadingizmi? O'rgatish kerak edi ularga. Xo'p, qaysi? Oraliq masofa,
tovush moslamalaridan foydalanish, to'xtash, to'xtab turish, oyning juft kunlarida to'xtab turish, oyning tog' kunlarida to'xtab turish taqiqlanadi. Keyin quvib o'tish ikkalasiga ham barcha transport vositalari, yuk avtomobillar quvib o'tish taqiqlanadi. Esdan chiqarmaysizlar. Ana shuni. 9 tani. Oraliq masofa oyning bugungi sanamasini 24, to'g'rimi? Bugun shu yerda to'xtab turish mumkin emas. Hani yo'l tor bo'ladigan bo'lsa, yo'lni o'ng tomon bilan chap tomonda qo'yib qo'yadi. Yo'lni masalan tozalaydigan avtomobillar bor, supurib ketadi, tozalab suv ketadi. Ana shular masalan oyning juft kunida o'ng tomonda o'tsa, oyning tog' kunida chap tomonda o'tadi. Shuning uchun taqiqlab qo'yadi bir tomon. Bittasiga juft qo'yib qo'ysa, bittasiga tog' qo'yib qo'yadi. Ya'ni yo'lni tor joylarda ham ishlatadi. Masalan, turar ko'p qavatli binolar bo'ladi-ku, shunaqa joylarda ham ishlatadi. Hani siz yo'lda o'ng tomonida juft kuni, bugun masalan 24 juftmi? Bugun shu yerda siz to'xtab turmaysiz. Lekin o'ng chap tomonda tog' kun bo'ladi. Siz chap tomonda to'xtab tursangiz bo'ladi. Ya'ni hammani bir tomonga ushlab turadi shu paytda. Bir tomonga to'xtatib turadi. Tushundilaringiz a? Ertangi kuni endi siz juft kunga qo'yib olsangiz bo'ladi. Chunki ertaga nima bo'ladi? Tog' kun bo'ladi. Ana shuni almashtirasiz. Lekin uni almashtirish vaqti bor. Kechki 19:00 bilan 21:00 oralig'ida joyini almashtirish kerak. Bugun masalan men hozir juft kunga qo'ymadim, to'g'rimi? Tog' kunda turibman. Kechqurun 19:00 bilan 21:00 oralig'ida endi juft kunga o'tkazib qo'yaman. Chunki ertaga nima bo'ladi? 25 bo'ladi, tog' kun bo'ladi. Ana shuni almashtiradi. Asosan shuning uchun kerak. Yana kimda savol bor? Demak, mana bu barcha cheklovlarning oxiri. Bu degani hamma belgilar bekor qiladi degani emas. Boyaga aytgan 9 tani bekor qiladi. Esda qolsin ana shu 9 ta. Qaysilar ekan? Oraliq masofa. To'xtash, to'xtab turish, oyning juft kunlari, tog' kunlarida to'xtab turish, quvib o'tish ikkalasi ham. Yana qaysi? Tovush moslamalaridan foydalanish mumkin emas. Ana shularda ta'sirini tugatadi. Sizdan chiqarmaydi. Ha, demak qaysiga? Faqat S. Qaysi belgi oyning juft kunlarida to'xtab turishi taqiqlangan deyiladi? Qaysi biri? 5-inchisi mana bu juft kunlar, bu tog' kunlar. Bunisi bunda farqi yo'q, har kun to'xtab turish. Juft kun, tog' kun nima degani? Bugun 24 mi? Bugun juft kun. Bugun juft kun. Ya'ni ertaga 25 bo'ladi, tog' kun. Oyning, shuning uchun kundimi, haftani emas, oyning deyapti. Oyda har kunda bor-ku, juft kun, tog' kun, juft kun, tog' kun. Farqini tushuntilaringiz? Masalan, bugun men mana bu tomonga avtomobilni qo'ymayman. Mumkin emas. Yo'lni bu tomonga qo'yaman. Chunki bugun tog' kun emas-ku. Tushuntilaringiz? Shu yerda tozalash uchun yoki yo'l tor bo'lsa, hammani bir tomonga uyadi. Hani bir tomonga ham to'xtab turib oladi. Bu tomonga turmaydi. Chunki juft kunda to'xtab turmaydi. To'xtab turmaydi faqat. To'xtashi mumkin, to'xtab turishi mumkin. Mana bunisi qachonga tegishli? Qachonga tegishli? Mana bu. Bunisi mana ikkinchisi nimaga tegishli? Yo'q, ta'mirlash emas. Katta. Ta'mirlash emas u. Ish kunlari. Ish kunlari qaysi kunlar? Dushanbadan jumagacha ish kunlari. Endi dushanbadan jumagacha shu yerda to'xtab turibmiz. Bunisi bayram kuni esa qolasizlar. Bunisida endi shanba yakshanba bayram kuni to'xtab turmaysiz. Bu juft kun bo'ladimi, tog' kun bo'ladimi, uni aloqasi yo'q. Faqat shanba yakshanba bayram kuni. Ish kunlari bo'ldi. Bemalol to'xtab turavering. Dushanbadan jumagacha bemalol to'xtab tursangiz bo'ladi. Tushunarli? Farqiga boraysiz shuni. Ish kuni qaysi? Buniki mana bu ish kunniki, bunisi shanba yakshanba bayram kuni. Ha, korxona tashkilotlar, shahar markazlarida qo'yadi. Ha, asosda baribir ishlatadi. Shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Mana shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Nima uchun? To'xtab turish belgisi. Bu to'xtab turish emas, bu to'xtash taqiqlanadi degan. Mumkinmi shu yerda? Yo'q. To'xtash taqiqlanadi. Nima uchun taqiqlanadi? To'xtab turish taqiqlanadi. Yo'q, to'xtash taqiqlangan joyda to'xtab turish ham mumkin emas. Nima uchun taqiqlanadi? Shu menga qiziq hozir.
Nima uchun? Aytingizlarchi? To'xtab turish mavzusini o'tuvdik, to'g'rimi? Shunda aytdim. Yo'l yoqasini o'tiribdi-ku, uni tushunmaymiz. Asl sabab boshqasi. Katta gabaritli avtomobillar tayyorlab Ya. Hamma imtihondan yiqildi. Mana bu qayrib olish joylari, chorrahalardan 30 metr keyin, bizdan 30 metr oldin ham to'xtash mumkin emas. Tushunarlimi? Demak, taqiqlanaman. Nima uchun taqiqlanar ekan? Ana qarang, siz o'zingizga har bir savol ishlaganingizda 5 marta nima uchun degan savol bering. Nima uchun shu to'g'ri? Nima uchun degan 5 ta nima uchunga 5 ta javob topib bering. Belgi bo'lgani uchun, qarib olish joy bo'lgani uchun hammasini hisoblab chiqing. Mana bu belgi bu to'xtash mumkin emas. Buni atang menga qo'yib qo'ygan emas. Ya'ni bu belgi ta'sir qarib olish joyida tugaydi-ku. Shuning uchun chalg'ich bu ikkalasini qo'yib qo'yibdi. Unday qaraydi, mumkin deydi. Ya'ni bir xil aytib uyini oldi. Buning uchun mumkin deydi. Taqiqlanar ekanmi? Keyingisi bu belgi amal qilgan hududda avtobus haydovchisiga qo'yib o'tish mumkinmi? Nima uchun endi avtobus qo'yib o'tish mumkin? Qarang, atayin avtobus so'rayapti. Men o'zi rasmidan bu nimaga o'xshayapti? Yuk avtomobili, bu 3,5 dan ortiq yuk avtomobillariga ta'sir qiladi. Uzyurar moslamalarga. Endi u nima qilmaydi? Qo'yib o'tmaydi yuk avtomobil 3,5 dan ortiq, lekin avtobus qo'yib o'tish qoidalariga rioya qilib mumkin. Mototsiklni so'rasa chalishir. Mumkinmi? Yengil avtomobil so'rasachi. Mumkin. Faqat yuk avtomobillariga. Qo'yib o'tish qoidalariga rioya qilib, barcha hollarda mumkin. Bu belgi qaysi transport vositalariga ta'sir qilmaydi? Kimlarga ta'sir qilmaydi? Belgi ta'sirida joylashgan korxona xizmat ko'rsatadigan transport vositalariga ta'sir qilmaydi. Shu belgida siz mana bu belgi qo'yilgan bo'lsa, yashasangiz ham borsangiz bo'ladi. Shu hududda masalan korxona tashkilot bor, ham borsangiz bo'ladi. Xizmat ko'rsatadigan transport vositalariga mumkin. Mazkur yo'l belgisi vaqtinchalikmi? Qanday bildirasiz vaqtinchaligini? Sariq fonda yanachi vaqtinchalik belgilanganini qanday bilamiz? Yo'q. Bu mana bu qirdi qizi sariq ekan, fon. Yana qanday bilamiz vaqtinchalik ekanini? Sariq emas lekin. Nima bor-ku, betonlama. Nima bu? Nima deyiladi shu? Chiqib qo'yadi. Nima deyiladi shu? Ko'chma tirgak deyiladi. Ko'chma tirgaklarda. Ya'ni ular shu yerda ta'mirlab bo'lgandan keyin olib ketadi-ku. Betonlab qotirib yotma qiladi, ko'chma tirgak bo'ladi. Hali beton shunga qotirib moslashgan, keyin ko'tarib boshqa joyga olib ketadi. Shuning uchun ko'chma tirgaklar deyiladi. Ko'rgan bo'lsangiz, mana vishelkaga o'xshagan oyoqchalar bilan qo'yib qo'yadi. Savollar. Demak, qanaqa ekan bu? Vaqtinchalik. Lekin doimiy belgi bilan vaqtinchalik belgi bir-biriga zid kelib qolsa, misol uchun men bu yerda buyuruvchi belgi turibdi, 50 dan ortiq yur degan. Lekin vaqtinchalik belgi qo'yib qo'yibdi, 50 dan ortiq yurma degan. Men qaysi biriga qarayman? Vaqtinchalikka qarayman. Doimiy 50 ku, 50 dan tez aytaman. Tushunarlimi? Shu mavsumiy belgi ham bormi? Mavsumiy? Yo'q, mavsumiysi yo'q hozircha. Faqat esga tushadi. Mavsumiyga tegishli bittasi bor, bulutli rasmi bor. Ana faqat yomg'ir yog'ganda ishlaydi. Nam deydi, faqat yomg'ir yog'ganda anaqa bo'ladi. Bizlarda vaqtinchalikdan uni ishlatmaydi, lekin qor, muz bo'ladigan ham bor. Bizlarda hozircha uni ishlatgan emas, balki keyinchalik qo'yishi mumkindir. Xo'p, qaysi belgi chapga burilishga ruxsat beradi? Ko'pchilik mana shunda qaraydi, deydi chapga burilish qaysi? Mana bu buyuruvchi belgi. Bunda chapga mumkin emas. Bunisidachi buyuruvchi belgi bu ham. Faqat buyuryapti, to'g'riga o'ngga buyuryapti. Bu qarilib olishni taqiqlaydi faqat. Chapga mumkin, to'g'riga mumkin, o'ngga ham mumkin. Faqat qarilib olish mumkin. Mana bu axborot chora belgisi. Qat'iy tasmalar bo'yicha to'g'ri ketdi. Buchi tasmang bo'yicha bir tomonlama yo'l o'rtasidan chiqadi. O'ngga mumkin, qarilib olish mumkin, chapga mumkin emas. Tushunarlimi? Demak, qaysi chapga ruxsat bergan? Uchinchisi.
Belgilarning qaysi biri belgilangan yo'nalishli transport vositalariga daxli yo'q? Nima uchun? To'rtinchisi belgilangan yo'nalish transport vositalariga daxli yo'q. Bu signal berish mumkin emas joyda signal bermaydi. Maxsus tezkorlar mayoqchasi yo'q, seriyani ishlatish mumkin. Bular yo'l beringda belgilangan yo'nalishda baribir yo'l beradi. Qo'yish mumkin emas joyda belgilangan yo'nalishdan bo'lsa ham qoidalarga rioya qiladi. To'xtash mumkin emas joyda o'l maqsa bo'ladi. Belgilangan yo'nalish bo'yicha bo'lsa, to'xtasa bo'ladi. 50 dan ortiq yurish mumkin emas joyda ham baribir qoidaga rioya qiladi. Demak, 4-chisida qaysi belgi qayrilishga ruxsat beradi? Mana bu ham juda mashhur xato qilinadigan savol. Ko'pchilik shu savolda xato qiladi. Qayrilishga ruxsat beradi dedi. Bu ham buyuruvchi belgi. Qayrilishga ruxsat bermaydi, faqat to'g'riga ketib buyuryapti. Bunisi taxlayapti, chapga taxlayapti, qayrilib olish mumkin, to'g'riga ham mumkin, o'ngga ham mumkin. Buni ham buyuryapti, faqat o'ngga, qolgan joyiga mumkin emas. Bunda shunchaki mana bu yo'lda qayrilib olish joyi bor, mana bunaqa chap bilan chiqib ketadigan joyi qo'yilgan, tasmalar bo'yicha. 5-inchisi yo'nalishli transport alohida tasmasi bor yo'q. Mana bu yo'l bizlarga tegishli, qarama-qarshimizda yo'nalish transportasi keladi. Qarama-qarshiga chiqishimiz mumkin emas, taxlan. Demak, qaysi ruxsat berilgan? Ikkinchisi. Ko'pchilik mana shuni 4 deb o'ylaydi. 4 qayrilib olish ko'rsat. Boshliq telefoningiz bezuk qo'yib qo'ying. Mazkur yo'l belgisi. Qanaqa belgi bu? Vaqtinchalik foni sariq, bu ham vaqtinchalik belgi. Bu belgi o'rnatilgan yo'lda mototsiklni shatakka olishga ruxsat etiladimi? U mototsiklmi, traktormi, farqi yo'q. Shatakka olib kirish mumkin emas bu yerda. Tirkamallar ham kirmaydi. Faqat yengil avtomobil 750 kilogramlik tirkamasi bilan mumkin. Shuni esdan chiqarmaysizlar. Agar o'sha yuk bo'lsa mumkin emasmi? Mumkin. Tirkama bo'lgandan keyin baribir yuk tashiydi. 750 kilogramgacha-da. Umumiy og'irlik. Ruxsat etiladimi, taqiqlanadimi? Taqiqlanadi. Kajavali mototsikl o'z shatakka olish mumkinmi? Ha. Mumkin. Kajavali degani yonida yana bitta balon bor. Nikilni kinosini ko'rgansizlarmi? Hali odam o'tiradigan joy bo'ladi. Ana shu kajavali. Shu kinoni aytsam esingizda kajavali. Qaysi belgi agar yuk avtomobilning tirkamasi bilan ruxsat etilgan vazni 7 tonnaga teng bo'lsa, tirkamali avtomobil harakatlanishi taqiqlaydi. Qarang, chalg'atyapti shu yerda. Qaysi belgi yuk avtomobiliga tirkamasi bilan, pritsip bilan birga 7 tonnaga teng bo'lsa, tirkamali avtomobil harakatlanishi taqiqlaydi desa, siz darrov birda bosasiz. 7 tonna bekorga qo'ymagan buni. Shuni hozir qaysi? 4-inchisi, mana bu 7 tonnami, 70 tonnami, tirkamalimi, hammasi taqiqlaydi. Atamiga 7 ni qo'yib qo'yibdi, sizni chalg'itish uchun. Rostdan 4 mi yo birinchisimi? Bu yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismida yengil avtomobilni shatakka olish mumkinmi? Qarang, bitta yengil deb so'rayapti, bitta mototsikl deb so'rayapti, bitta u deb xullas aylantirib so'rayapti. Taqiqlanadi, mumkin emas. Qaysi avtomobil uchun bu belgi ta'sir olarida to'xtashga ruxsat etiladi? Sariqqa. Nima uchun sariqqa? Agar mana bu belgi bo'lmaganda-chi? Tagida qo'shimcha axborot belgisi bo'lmaganda. Unisida to'xtab turish mumkin emassa, taksometr ishlab turgan bilan nogironlik taniqli belgisi tasdiqlanadi. Bu yerda shunchaki mana bu nogironlar mustasno degan belgi turibdi. Bu ko'pchilik shuni tushunayotgan, bu nogironlarga taqiqlanadi belgi. Bu unday emas. Hozirgacha shunaqa ishlaringizda bor, bilaman. Shunaqa deb o'ylab yurgan. Bu bunaqa qizilga tortilgan nogiron mustasno degan. Nogironga tegishli emas degan. Nogiron haydovchiga. Demak, kimga mumkin? Sariq avtomobilga ruxsat etiladi. Ushbu belgi amal qilgan hududda nogironlik taniqli belgisi
bo'lgan avtomobilga to'xtashga ruxsat etiladimi? Mana hozirgi aytgan. Qani, nogironlar mustasno degan nima turibdi? Belgi turibdi. Ruxsat etiladimi unga? Hozir bitta shunda avtomobil o'zi keldi. Endi belgini o'zini so'rayapti. Ruxsat etiladimi deydi. Ruxsat etiladimi? Ha, ruxsat etiladi. Qaysi avtomobil to'xtash qoidasini buzdi? Kim to'xtash qoidasini buzdi shu yerda? Ya'ni avtomobil sariq qo'yib qo'yibdi. Boya siz unda testni yodlab olgan bo'lsangiz, sariq deb, uni chiqib qolsa yana sariq deb bosasiz. Shunday qilganlar bormi? Bor, ha? Bu begoga sariq qo'ymagan buni. Biladi sizlar test yodlaydigan ular ham emas. Anoylardan emas. Bu yerda qarang, sariq qo'yapti, lekin ikkalasiga ham mumkin emas. Chunki nogironlik ta'minot belgisi yo'q ikkalasida. Taqiqlanadi ikkalasiga ham. Kim qoida buzdi? Har ikkisi ham buzdi. Quyidagi 327 to'xtash taqiqlangan belgi amal qilish chegarasi qayerda tugaydi? Qayerda tugaydi? Sariq oxirida, ya'ni sariq 1 kilometr ketgan bo'lsa ham, baribir men to'xtamayman. Kimlarga mumkin to'xtash? Yo'nalishli transport vositalariga, taksiga ham mumkin. Ya'ni yo'nalishli taksi boshqa, yo'nalishsiz taksi boshqa. Yo'nalish transporti hammasiga mumkin, taksiga ham mumkin. Qayerda tugaygan? Yo'lning yotiq sariq chizig'i oxirida tugaydi. Qaysi belgi barcha transport harakatini istisnosiz taqiqlaydi? Ya'ni istisnosiz hammani taqiqlaydi. Nima uchun? Ba'zi nima bo'lgan bo'ladi? Yo'l. Yo'q, xatar emas. Nima bo'ladi? Yo'lni masalan sel olib ketgan, ko'prikni sel olib ketgan yoki yo'lda tog' qor bosib qolgan. Yerda siz o'tilmaysiz, yashasangiz ham o'tilmaysiz, ishlasangiz ham o'tilmaysiz. Farqi yo'q. Kim bo'lsangiz ham o'tilmaysiz. Chunki yo'l o'zi yopilib qolgan. Tabiiy ofat kelib turib yo'lda olib tashlagan. Mana bunda lekin yo'nalishli transportlar o'tsa bo'laydimi? Yo'nalish shu tomonda bo'lsa o'tsa bo'ladi. Bunda yo'nalishiga mumkin, ishlaydigan bo'lsangiz, yashaydigan bo'lsangiz, xizmat transportlariga mumkin. Istisnosi qaysi ekan? Ba'zi. Ushbu belgi qaysi turdagi transportlarning to'xtamasdan o'tishini taqiqlaydi? Ha, barcha siz bu degani bitta davlatda boshqa davlatga o'tyapsiz, chegarada, bojxonada. Hamma to'xtaydi. Barcha turdagi transport vositalarini istisnosi taqiqlaydi. Ushbu belgi qanday maqsadda u qo'llaniladi? To'xtamasdan o'tishni taqiqlaydi. Ya'ni majburiy tarzda tezlik kamaytirish uchunmi? Yo to'xtamasdan o'tishdimi? To'xtamasdan o'tishni taqiqlaydi. Quyidagi 324 yuqori tezlik cheklangan belgisi qaysi belgilar bekor qiladi? Qaysi belgilar bekor qiladi? Mana bu o'zini bekor qiladigan, to'g'rimi? Bu-chi barcha cheklovlarning oxiri. Bu ham bekor qiladi bu. 9 dan bekor qiladigan. Aholi punkti boshlanish oxirida ham belgi ta'siri nima bo'ladi? Yo'qoladi. Mana shu belgilardan keyin siz bo'ldi 50 dan yuqori yuravering, bemalol. Mumkin. Belgining ta'siri qayerda tugashini ham bilib olish kerak. Aholi punktining boshlanishi. Ha, unisi tugashi. O farqi yo'q. Faqat qarshi yozilmaydi. Qaysi manzil tugaydigan bo'lsa, shu manzil joyi yozilib ketadi. Mana bu belgidan keyin nechta yursa bo'ladi? Yengil avtomobillar nechta yursa bo'ladi? 100. Mototsikl 80. Odam tashish yuk avtomobil. 60. Tirkamali yuk 70, tirkamali yengil 80. Ushbu transport vositasi qaysi yo'nalishda harakatlanish ruxsat etiladi? Qayerda ruxsat etiladi? Yo'q, o'ngga bora olmaydi, chunki bu chap tasmada. To'g'riga mumkin, qayerga borish mumkin, chapga mumkin emas. Chapga qachon mumkin bo'lasa, mana bu yerda ajratuvchi mintaqa bo'lsa edi, mumkin edi. Tushunarli? O'ngga mumkin emas, chap tasmada turibdi. Bu o'ngga ketish uchun o'ng tasmada, o'ngga ketamiz. Chapga ketish uchun chetki chapda. Qayerga olish uchun eng chetki chap tasmadan qayerga olamiz.
Demak, qayerga mumkin ekan? To'g'riga va qarilib olishga. Ushbu belgi qaysi biri haydovchi shu joyda yashasa yoki ishlasa borishiga monelik qilmaydi. Seda. Qaysi? S'dami? Demak, S'da. Hop, ko'rsatilgan belgilarning qaysi sizning yashash manzilingizda avtomobilingizga o'tishga ruxsat beradi? Ya'ni yashash manzilingiz bor, avtomobilimda o'tsam bo'ladi. Qaysidir? Asid. Faqat A'sidami? A'sida, B'dachi? Yo'q. Yashash manzilimga bora olaman, chunki u Andastoronning yo'li bo'lishi mumkin. Andastoronga qarshi bormaysiz-ku, siz yashayapman. Qayerdan bilasiz siz yashayotganingizni? Xo'p, A bilan S'da yashash manzilimga yoki ishlash joyimga borsam bo'ladi. Tushunarmi? Xo'p, demak A bilan S. Quyidagi joyda sariq avtomobilni quvib o'tishiga ruxsat beradimi? Nima uchun ruxsat beradi? 40 kilometrdan past harakat qilyapti. Qayerdan bildilaringiz 40 dan sekin yuradigan? Ha, traktorning orqasiga taniqli belgisi bor, ya'ni 40 dan ortiq yurish mumkin emas degan. Ruxsat berilganmi? Ruxsat etiladi. Keyingisida qo'yib o'tish taalluqli belgilarni ko'rsating. Ha, bitta tirbandlikni ham qo'yib qo'yibdi ichiga. Ha, bunga qarab turib hammasi deb o'ylashingiz mumkin. Yaxshi, hammasiga variant yo'q. Qaysi? Asid. A bilan S. A'si kimga tegishli? Transport vositasi. Barchaga. S'chi 3,5 tonnadan ortiq avtomobillarga tegishli. Demak, A bilan S. Xo'p, qaysi belgi yuk avtomobillarni quvib o'tishi taqiqlangan hududning oxirini bildiradi? Mana bunda ham ko'pchilik xato qiladi, faqat B ni belgilaydi. Biz Hammasimi? Mana A da hamma quvib o'tish mumkin emasmidi? Bu tugatyapti shu A. Tugatyapti boya hamma quvib o'tishini. B'chi aynan yuk tuki 3,5 tonna ortiq, unikini ham tugatyapti. S'dachi barcha cheklovlar oxiri. Bu ikkalasi taqiqlanganda ham tugatadi. A, B, S barchasi. Qaysi belgi qayirib olishga ruxsat beradi? 1 bilan 2 mi? 1 bilan 2 qayirib olishga ruxsat beradi, 3 qayirib olish taqiqlaydi. 1 bilan 2. Ushbu yo'l belgisi ta'siri alohida siz odam tushirish yoki chiqarishingiz, yuk ortish tushirishingizga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi, ha? Belgining ta'siri qayerda tugaydi? Sariq chiziq yo'q. Qayerda tugaydi? Sariq chiziq yo'q. Endi hozir tasavvur qilsangiz, mana shu belgi bor. Siz to'xtab turishingiz kerak. Parkovga qilib ketishingiz kerak bir joyga. Qayerda tugaydi? nimalar tugagandan keyin uy Ha. Yondosh hududlarda tugaydi. Agar yondosh hudud belgi bilan belgilangan bo'lsa, aholi punkti boshlanish oxirida tugaydi. Barcha cheklovlarda oxirida ham tugaydi. Qayerda tugashini ham bilib olish kerak. aholi punktlarida Ruxsat etiladimi hozir odam tushirib chiqarishimizga? Ruxsat etiladi. Bu joyda yo'lovchilar chiqarish yoki tushirish maqsadida to'xtash mumkinmi? Mumkin, ha? Ha, mumkin. Qaysi belgi oyning juft kunlari to'xtash mumkin? To'xtash mumkin deyapti. E'tibor beringlar ham, topinglar ham. Ikkalasi nima uchun ikkalasiga? chunki to'xtab turish taqiqlanadi. Ha, qaysida oyning juft kunlari to'xtab turish taqiqlanadi? Mana bundami? 3:30 da. Bundachi? Oyning tog' kunlarida. Bugun qaysi birida to'xtab tursam bo'ladi? Mana tomondagisidami? Yo bunisidami? To'xtab tursam bo'ladi. Bugun qaysida? Bugun 24 juft kun. Mana bunda to'xtamayman juftda. Tog' kunda to'xtab tursam bo'ladi. Mana bunisi to'xtasam bo'ladi. Sizlarda ham chap tomondagi, to'g'rimi? Ikkalasi ham mumkinmi to'xtash? To'xtab turish mumkin emas lekin. To'xtash mumkin, to'xtab turish mumkin emas.
Ushbu yo'l belgisi qanday nomlanadi? Xavfli yuk tashiyotgan transport harakatlanishini taqiqlaydi. Qaysi belgi xavfli yuk tashiyotgan transport harakatlanishi taqiqlangan deb nomlanadi? A'sichi? Organik emas u. Portlovchi. B'chi? Xatar. Xatar. Yaxshi ham yozib qo'yibdi xatar. O'zi yozmasa ham amalga Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Mana bu belgi. Nima maqsadda qo'llaniladi? xavfli yuk tashish mumkin emas. Tashish mumkin emas. Xavfli yuk tashiyotgan transport harakatlanishi taqiqlaydi. Kirishi mumkin emas demoqchi. Harakatlanish taqiqlanadi. Ushbu yo'l belgisi qaysi transport vositalariga harakatlanish taqiqlaydi? Yana shu. Xavfli yuk. Xavfli yuk tashiyotgan transport harakatlanishini taqiqlaydi. Keyingisi shu yo'l belgisi qanday nomlanadi? Bu yangi belgi Individual harakatlanish. individual harakatlanish vositalarini taqiqlaydi. Ya'ni bular nima? Yo'q, skuter, skateboard, yana nima edi? Skateboard, shunga o'xshashlar. Samokat, battar shu. Ya'ni qo'l bilan boshqariladigan individual. Ba'zi birda oyoq bilan boshqaradi-ku, oyoqlarga bunday kiyib oladi, boshqarib ketadi. Mana shular. Xo'p, individual transport vositalari trotuardan yurish mumkinmi? Individual mana shu samokat kankisi bilan trotuardan yurish mumkinmi? Necha tezlikda yurish mumkin? Ha, mumkin. Necha tezlikda? Yo'q. Yo'q, Xo'p, 20 cha chiqar ekan. Trotuardan necha tezlikda yursa bo'ladi? Hali ham shu savol yo'q. Ha, 5 tezlik. shu qo'shtirish kerak. 10 10 tezlikda trotuardan yursa bo'ladi. Qatnov qismidan necha tezlikda yursa bo'ladi? Qanday yurish kerak qatnov qismida? Qanday? Chetidan qarama-qarshimi, yo'nalishmi? Yo'nalish bo'yicha yurish kerak. Ani savollar yo'q hozircha. Qo'shiladi aytib qo'y. Ko'rsatilgan yo'l belgisi yengil yo'nalishsiz taksilarga yo'lovchi tushirish, yuk ortib tushirishida ta'sir qilmaydi. Hammasimi? Hammasi? Ta'sir qilmaydi, hammasi. Ya'ni shu paytda unmaqsa bo'ladi, yo'lovchi olib tushirsa ham bo'ladi, yuk ortib tushirsa ham bo'ladi. Yuk avtomobillar haydovchisiga qaysi yo'nalishda harakatlanish ruxsat beriladi? Bunda ham ko'pchilik xato qiladigan savol, qaysi yo'nalishlarda mumkin hozir? To'g'riga mumkin, o'ngga mumkin. Nima uchun to'g'riga mumkin? Ana belgi bor-ku. Mana bu belgi qanaqa belgi? 3,5 dan ortiq, ha? Nima uchun endi to'g'riga o'ngga bora olyapti bu? Nima uchun barcha yo'nalishga bora olmayapti yo chapga bora olmayapti? Ha, demak u mana bu tasmada emas. Bu tasmada bo'lsa edi, to'g'riga ham bora olasiz, chapga ham bora olasiz, qayerga bora olasiz. O'ng tasmaga bo'lgani uchun faqat to'g'riga bora oladi, o'ngga bora oladi. Tasmasini ham hisobga olish kerak. Qayerga ketishini hisobga olish uchun. Xo'p, qayerga mumkin ekan? To'g'riga va o'ngga. Shatakka olish, harakatlanish mumkinmi? Shatakka olib harakatlanish mumkinmi shu yerda hozir? Kim? Qayerlarda mumkin ekan? Nima uchun? Bir yo'nalishga mumkin emas? Ha, bu joyda shatakka olib kirish mumkin emas. Tirkamallar ham mumkin emas. Hozir qanaqa mumkin faqat? Ha, mumkin. Kajavali motosikl bo'lsa ham baribir kira olmaydi u tomon. Tushunarli? Qaysi yo'nalishga mumkin? Ha, yo'nalishga. Yengil avtomobil tirkamasi bilan boshqarayotib, siz ushbu yo'l belgisi o'rnatilgan vaziyatda to'g'riga harakatlanishingizga ruxsat beriladimi? Tirkamasi bor-ku. Ha, yengil avtomobilga faqat shu tirkamasi bilan mumkin. Eslab qo'yinglar mana shuni. Hamma eshityaptimi? bitta shundan Qaysi belgi haydovchini quvib o'tishini taqiqlangan? Mana bu ham ko'pchilik xato qilib imtihondan yiqilib chiqadigan savol mana shu. Hamma shu savolda xato qilib yiqilib chiqadi imtihondan. Yaxshi qilibsiz-da.
Xo'p, bu belgi nima o'zgartiradi? Tagidagi 3 ta qo'shimcha axborot belgisi bor. Bu mana bunisi. Belgigacha bo'lgan masofa. Ya'ni shu belgi o'rnatilgan joyda ta'sir qilmaydi. 300 metrdan keyin ta'sir qiladi. Mana bu nima edi bu? Qanaqa belgi? 300 metrdan keyin tugaydi. Yo'q, mana bunisi. Tugaydi. Tugaydi. Qachon tugaydi? 300 metrdan Ha, keyin. bu ham hozir tugamayapti. Demak, bu joydan men quvib o'tmayman. 300 metrdan keyin quvib o'tsam bo'ladi, tugaydi. Bunisi-chi? ikkita strelkasi bor-ku yonida. Shu o'rnatilgan joydan ishlayapti. Agar mana bu tagidagi bo'lmasa, bu ham o'rnatilgan joydan ishlaydi. Demak, ikkinchisi bilan uchinchisida quvib o'tish mumkin emas. Birinchisida bemalol quvib o'tsangiz bo'ladi. 300 metrdan keyin lekin quvib o'tish bo'lmaydi. Tushunarlimi farqi? Kimda savol bor mana shu bo'yicha? Aniq savol yo'qmi? Ha, test ishlaydiganlarni ko'ramizda. Ikkinchisi bilan uchinchisida bo'lishi mumkin emas. Ushbu avtomobil ko'rsatilgan yo'nalishlarning qaysi birida harakatlanishiga ruxsat etiladi? Qani u? Qaysiga ruxsat etiladi? Chapga. Ikkinchi yo'nalish faqat chapga. Qayerga ruxsat etiladi hozir? Ikkala yo'nalishga. Nimaga ham ikkala yo'nalishga ham? Ajratuvchi mintaqa bor birinchidan. Ha, bu yerda mana bu svetofor faqat chap yonyapti. Demak, chapga mumkin, lekin svetofor mana bu taxlovchi belgining ta'sirini yo'qota olmaydi. Lekin bu yerda ajratuvchi mintaqa bor. Mana ajratuvchi mintaqadan keyin belgining ta'siri nima bo'lyapti? Yo'qoladi. Shunchaki bu savol chalg'ituvchi savol. Ha, chalg'ityapti bizlar. Demak, chapga ham mumkin, qarib olishi mumkin. Qarib olishni siz istalgan tasmiringiz kirsangiz bo'ladi. Bunga ham. Chapga borishni xohlagan tasmiringiz kiring. Lekin o'ngga burilishda faqat o'ng tasmaga kirish kerak. Shuni ham hisobga oling. Yana qarilib olish uchun chetki chap tasmadan amalga oshirish kerak. Mana bundan emas, chetki chap tasmadan qarilib olsa bo'ladi. Hozir o'rta tasmada turganda qayrilib olish mumkin bo'lmadi. Yo'q, to'g'riga ketadi u. Hozir bu ham to'g'riga borsa bo'ladimi? Bo'ladi, u faqat yo'q, bo'lmaydi. Nima uchun? Svetofor yonmayapti chunki. Svetofor asosiy ishorasi nima bo'lishi kerak edi? Yonish kerak edi. Chunki hozir bu yerda mana tarmoq yonyapti, faqat chapga ruxsat beryapti. Qayerga mumkin ekan? Ha, qizil bilan yonadi. Yo'q, yashilda yonmaydi. Chunki chapga ketayotganini alohida jo'natyapti. Chapga va qarilib oladiganlarda svetofor alohida jo'natyapti. Ser qatnovligini olyapti. Qayta bu yaxshi, chunki u tomoni yashil yonadi, qarama-qarshi tomoni. Bu qarilib oladiganlar kirib to'xtab turadi. Bilmay qolyapti, nimaga olib bilmay qolganda ba'zida shu qo'shilib unaqa tepasiga qo'shilib ketgan ekan. Ha, uni bilish uchun endi o'rganish kerak. Xo'p, qayerga mumkin? Faqat chapga, faqat qarilib olishga, faqat chapga, ikkala yo'nalishga ham taqiqlanadi, ikkala yo'nalishga ham ruxsat etiladi. Qizil avtomobil qaysi yo'nalishda qarilib olishiga ruxsat beriladi? Qaysi yo'nalishda qarilib olishga ruxsat beriladi qizil avtomobilda? Ikkalasiga ham taqiqlaydi. Ikkalasiga ham taqiqlanadimi yo birinchisiga ruxsat etiladi? Birinchisiga ruxsat etiladiganlar qo'lni ko'taringizlar-chi. Dangal ko'taraveringizlar, mana hech narsa qilmaydi. Ikkalasiga ham taqiqlanadi. Boya aytdim-ku, mana buni ta'siri keyingi chorada yo'qoladi. Ajratuvchi mintaqa yo'qotmaydi. Bu boyagi ikkitani, o'ngga chapganiki taqiqlanishligi. Ajratuvchi mintaqada yo'qoladi. Atay shuni qo'ying, ha? Nima qilib qo'ygan bular? Ajratuvchi mintaqadan keyin atay bittasini ajratuvchi mintaqadan keyin qo'ying. Nima qaraysiz, ikkoviga mumkin bo'ladi. Shuning uchun buni ajratib qo'yasizlar, boyagi o'ngga chapga mumkin emas bular. Mana buniki ajratuvchi mintaqada tugaydi, o'ngga burilishga ham ajratuvchi mintaqada tugaydi. Buniki keyingi chorrahada. Ya'ni axborot ishora belgilarining ham ta'siri keyingi chorrahada tugaydi. Demak, ikkala yo'nalishga ham taqiqlangan. Xo'p, qaysi avtomobil haydovchisi qoidani buzmasdan harakatlanmoqda? Qaysi buzmasdan harakatlanmoqda? Ko'k buzmasdan harakatlanmoqda. Nima uchun ko'k buzmasdan harakatlanmoqda? Chapga mumkin emas, lekin qarib olish mumkin. Bu qizilga nima uchun mumkin emas?
Yo'q, chapga ham borsa bo'ladi. Qizil chetdan qarilib olsa bo'ladimi? Yo'q, qarilib olmaydi. Qarilib olish uchun eng chetki chap tasmadan amal boshlash kerak. Bu faqat chapga bora oladi, lekin doimiy belgi bilan vaqtinchalik belgi nima bo'ldi endi shu joy? Zid kelyaptimi? Vaqtinchalik belgi chapga bormaysan deyapti. Doimiy axborot belgisi tasmalar bo'yicha bu tasmadan to'g'riga ham bor, hozirda chapga ham bor deyapti. Lekin bu qarilib ola olmaydi, chapga borish mumkin edi. Mana bu belgi bo'lmasa, vaqtinchalik belgi bo'lmasa bo'lsa bo'ladi. Demak, kimga mumkin hozir? Ko'kka mumkin. Sababi u chapga bormayapti, qarilib olyapti. Ajratuvchi mintaqa ham yo'q. Shunda qizil o'rga ketaveradimi? Yo'q. Faqat to'g'riga chapga bora oladi, lekin hozir chapga bora olmaydi. Faqat to'g'riga ketish kerak. U agar chapga bormoqchi bo'lsa, to'g'riga borib, mana bu tomondan qarilib olib keladi, mana bu yerga ketish kerak. Tushunarlimi? Bu endi bu ham chalg'ituvchi savol. Kimga ruxsat etilgan ekan? Ko'k avtomobil haydovchisiga. Xo'p, yondosh hududlar, yo'lga chiqish joylari yoki o'rmon, dala, albatta shunga o'xshash joylarda agar belgi o'rnatilmagan bo'lsa, mana shu belgilarning ta'siri tugaydimi? Nechta mana shu belgi? Ha, soni nechta hozir? 9 tami? Boyagi barcha cheklovlarda oxir mana shu 9 ta belgini bekor qiladi. Rasmiy chiroyingizlar, xohlasangiz selfie chiroyingizlar birga shu belgi bilan mana shu 9 tani bekor qiladi. Boyagi barcha cheklovlar oxiri bor edik, oq belgi. Ne, tortilgani, ko'ndalang chizig'i bor. Mana shu 9 tani bekor qiladi. Hashtagda shuni ham aytib keting birdan. Tushunarlimi? Mana kattaroq qilaman. Ana chiroysiz ham bo'ladi. Ana shu 9 tani bekor qiladi. Esda qoldimi? Qaysi ekan? Oraliq masofa, quvib o'tish hammaga, yuk avtomobillarga quvib o'tish, yuqori tezlik cheklangan, tovush moslamalaridan foydalanish taqiqlanadi, to'xtash taqiqlanadi, to'xtab turish taqiqlanadi, oyning tog' kunlarida to'xtab turish, oyning juft kunlarida to'xtab turish taqiqlanadi. Mana shularda barcha cheklovlarda oxir bekor qiladi. Keyin yana qayerda bekor bo'lar ekan? Yondosh hududlarda bekor bo'ladi. Yondosh hududlar agar kesishuv yoki tutashuv belgilari bilan belgilangan bo'lsa bekor qiladi. Yana qayerda bekor bo'ladi? Aholi punktining boshlanish va oxirida. Boya qarshi oq, qizil tortilgan bor edi-ku, vertikal. Ana shu yerdan bekor qiladi. Xo'p, ta'siri yo'qolar ekanmi? Belgi o'rnatilmagan bo'lsa, deyapti. Qolmaydi ta'siri. Ko'rdingizmi, mana shu 9 tani qayerda tugashini ham bilib olish kerak. Ko'k avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishda harakatlanishiga ruxsat etilmaydi. Ko'pchilik ruxsat etiladini bosadi. Nima uchun bilasizmi? Nima uchun aytingizlarchi? Men sizlar o'quvchisizlar. Aytingizlar qani, shu nima uchun? O'qigisi kelmaydi. Ha, eng ko'p ishlatiladigan xato. Oxirgacha o'qimaysizlar test savollar. Ana shu imtihonda ham sizni nima qiladi? Yiqitishingizning eng katta sababi. Savolni oxirigacha o'qimaysiz, u tez ishlayverib, siz uni yodlab olganman deb o'ylaysiz, lekin savolni oxirigacha o'qimaysiz. U xato. Testda ham umuman siz hozir ham tez ishlaydiganda, test savolni xuddi umringizda birinchi marta ko'radiganday o'qing. Bu savol qani? Har safar har xil yondoshing savolga qarab turib. Shundingiz agar shunaqa qilmasangiz, yuraverasiz to'nqillab, kallam kirmayapti, balo edi, battar edi deb. Qayerlarga ruxsat etilmaygan? Xo'p, mana ko'p chamiz endi. Bu yerda mana vaqtinchalik fonda turibdimi? Vaqtincha 10 ga mumkin emas deyapti. Endi 10 ga mumkin emas. 2 ga mumkinmi? 2 ga mumkin. 3 bilan 4 ga mumkin emas. Sababi 10 tasmada turibdi. Haqni tushuntiringizda 10 tasmada turgani uchun bu 2 bilan 3 ga, 3 bilan 4 ga bora olmaydi, 1 ga belgi borligi uchun bora olmaydi. Demak, 1 bilan 3, 4 ga ruxsat etilmaydi. 2 ga mumkin. Haqni tushuntiringizda, agar bu mana bu tasmada bo'lsa edi, 2 ga mumkin edi, 3 ga mumkin edi, 4 ga mumkin. Tasmasini hisobga olish kerak edi. Qayerga ruxsat etilmagan? 1, mana faqat 1, 3, 4 yo'nalishlarda. Agar imtihonga kirganingizda xuddi mana shunaqa o'xshagan savol tushib qolsa, aniq yiqilasiz.
Shuning uchun e'tibor berib qarash kerak savolni. Birinchi nimadan boshlashingiz kerak? Tahlillovchi bilgidan boshlab ketishingiz kerak savolni. Savolni tushunib olish kerak, yaxshilab o'qib, 10 marta o'qing kerak biz savolni tushunmasangiz. Agar chan o'qimasa rasmga qarab tushuning, ha. Vaqtinchalik belgi bor ekan, o'ngga mumkin emas deyapti. Bu o'ng tasmada turibdi, to'g'riga borsa bo'lar ekan, lekin 3 bilan 4 ga bora olmaydi. Sababi bu yerda o'ng tasmada turganligi uchun deb turib o'zingiz anaqa qilishingiz kerak. Tahlil qilib, tanqidiy va tahliliy fikrlashingiz kerak. Shunaqa qilmasangiz bu, "Na qaraysiz?" deysiz. Faqat o'ngga mumkin emas deb turib, tamom, noto'g'ri belgilaysiz. Ushbu yo'l belgisi o'rnatilgan hududda qanday toifada ega bo'lgan transport harakatlanish mumkin? Bu 4-apreldan boshlandi, yangi qoida o'zgartirib kiritildi. Endi eko hudud, toza hudud degan aqlar qo'yildi. Stikerlar qo'yildi-ku, toza, o'rta, ya'ni yomon degan. Ya, bu yerda endi qaysi borsa bo'ladi? Faqatgina toza, ekosi bora oladi, ya'ni tozasi bora oladi. Bunda yangi avtomobillar hammasi bora oladi. Elektromobillar ham bora oladi. Dvigateli Euro 4, Euro 5 bo'lganlar ham bora oladi. Euro 3 bilmayman, Euro 3 ham bora olsa kerak. Ular boya gulishtiruvdan chiqqan 3 marta gaz bergandagi tutunni tahlil qilib, diagnostika markazlarida stiker yopishtirib beradi. Yashil, qizil, sariq. Endi yashili bora oladi faqat. Diagnostika markazlaridan beryapti hozir. Hozircha majbur emas, lekin u ham yaqinda majbur bo'ladi. Ha, yangi oladiganlarga birdan yashil beradi ular. Avtomatik yashil berib yuboradi ular. Lekin ana bu eski Jigulilar ular aniq qizil oladi. Hozir bu bizga viloyatdan tushgan nima? Asosan buni Toshkent shahar markazini ichida ishlatyapti, ya'ni eko hudud qilyapti. Shahar markazini yashil zonaga kirgizmaydi. O qaydan biladi kirganingizni? Shu yerdagi kameralar sizni yashil zonaga kirib ketganingizni biladi, jarima jo'nataveradi. Tartibga soluvchisiz poylab yurmaydi. Kelyaptimi, yo'qmi deb. Kirmaydi. Shu yerga avtosen, shu yerga yaqin atrofdagi parkovkaga mashinani qo'yadi, jamoat transporti bilan kirib ketaverasiz. Taksi bilan yuraverasiz. Ham sababi ichkarida avtomobil oqimini kamaytiryapti ular. Shahar ichida ilingan, dordan qochganlar ham kirib ketaveradi, kayfiyatlilar ham hamma nomiga aylanib yuradiganlar kirib ketaveradi. Oqimni kamaytirib, dvigateldan chiqadigan zararli tutunlarni kamaytirish maqsad. Odamlar ham yashash kerak, toza havo olish kerak deyapti. Ushbu vaziyatda avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi taqiqlanadi? Xo'p, bu ham yangi savol. Yangi savol mana shu ham. Qaysi yo'nalishlarda harakatlanish taqiqlanadi deyapti. E'tibor bering, yana boyagi savol xuddi yangiligi ham yo'q buni. Yangi emas bu ham. Agar siz boyagini bilsangiz, yangi emas bu. Agar bilmasangiz, siz uchun yangi bu. Bunday qaraysiz, yangi savol ekan. Bu yerda faqat nima bor? Ajratuvchi bitta ham o'sha. Birinchi yo'nalishga mumkin emas, chunki belgi bor, unga mumkin emas degan belgi. Ikkinchi yo'nalishga mumkin, 3 bilan 4 gacha mumkin emas. Ajratuvchi mintaqa bo'lsa ham mumkin emas. Siz boyagi ajratuvchi mintaqa bor deb turib o'zi berib olasiz. Tasmadami? Shu uchun sababi bu tasmada. Yana shu boyagi ko'k avtomobil, shunchaki mana bu uylar paydo bo'ldi. Ajratuvchi mintaqa bitta narsalar qo'shildi. Agar shu bir ikkinchi nimada bo'lsa, Qaysi ikkinchi chap tasmada bo'lsa-mi? ana bir raqam undan keyin ajratuvchi mintaqa. Ha, agar shunaqa bo'lsa bo'lardi. Lekin unday bo'lmaydi, chunki u qarama-qarshi tomon. Qayerlarga mumkin ekan? Bu yerda taqiqlangan deyapti. Yana shu 1, 3, 4larda taqiqlangan. Chap tasmada turganda ham mumkin emasmi? Chap tasmada tursa 3 bilan 4 ga ham 2 ga ham bora olasiz. Unga buriladi. Yo'q, o'zi mumkin emas. Bu tasmada bo'lsa edi, mana bu tasmada bo'lsa. Bu tasmada bo'lsa, to'g'riga bora olasiz, chapga bora olasiz, qarg'a bora olasiz. Unga o'zi mumkin emas-ku. Unga ham bari bora olmasdi bunday. O'ng tasma. Chap tasmada. Tushunarlimi? Keyingisi qarilib olish taqiqlangan. Yana shu savol, boyagi savol. Boshqacha bo'lib kelyapti endi. Anna ko'rsa, ko'pchilik shunaqa qiladi. O'quvchilar imtihondan yiqilib chiqadi-ku. Nima bo'lsa yangi savol tushdi-da. Yo'q, yangi savol emas. Shu salgina o'zgartirib qo'yadi, siz uni ko'rasiz-da, testni yo'llab olgansiz, yangi savol deb o'ylaysiz. Ikkovida ham taqiqlanadi. Qayda tugaydi ta'siri? Chorroq keyingacha. Keyingi chorrahida tugaydi.
Har ikkala yo'nalishda nima bo'lyapti? Taqiqlangan. Hop, kimda savol bor? Savol bormi? Kim qaysisiga tushunmadi? Kim qaysisida uxlab qoldi? Qo'shimcha ta'minot svetoforlariga kelganlar borku, o'shalar bizga mashqdan boshlab ketganmiz. Bizlarga ham birinchi dars shularmi? Nima qiladi? Yangi kelganlarga ham shu hozir shu dars chiqyapti, shu testlar. Yangiga ham eskiga ham faqat bitta nima. Ha. Chunki bu mavzuni boshlaganimizga o'zi 3 kunmi, 4 kun bo'ldi. Chunki bizlar ham yangida. Ha, endi hozir men yana boshdan boshlayman.